Tug'ruqdan keyin jinsiy hayot. Jinsiy hayotni boshlash mumkin, qachonki qonli ajralmalar to'xtagan bo'lsa. Agar bu tug'ruqdan keyin 42 kun o'tmasdan sodir bo'lsa, albatta prezervativ ishlatish kerak, chunki bachadon bo'yni hali ochiq va infeksiya tushish xavfi juda yuqori. Agar tug'ruq paytida yorilishlar bo'lgan va tikilgan bo'lsa, shifokorga borib, chokning bitishini tekshirtirish shart. Hatto tug'ruqda jarohatlar bo'lmagan taqdirda ham dastlabki yaqinliklar og'riqli bo'lishi mumkin, shu jumladan qon qurishi sababli. Bu normal holat, shuning uchun ko'proq vaqtli erkalash kerak va qo'shimcha ravishda lubrikantlardan foydalanish mumkin. Asta-sekin og'rib yo'qoladi. Laktatsiya homiladorlikdan himoya qiladi degan fikr ham mavjud. Bu bir vaqtning o'zida ham to'g'ri, ham haqiqat emas. Bir tomondan bu haqiqat. Bolani muntazam ravishda kamida har 2 soatda kecha-yu kunduz ko'kragiga qo'yish sharti bilan. Buning sababi shundaki, bunday muntazamlik prolaktinning doimiy yuqori darajasini saqlab turadi. Bu esa ovulyatsiyani bloklaydi. Ammo boshqa tomondan biriktirma bilan bu holat kamdan-kam hollarda kuzatiladi. Shuning uchun kontratsepsiya majburiydir. Bu gormonal spiral yoki laktatsiya uchun tasdiqlangan tabletkalar yoki to'siq usuli.